Hozirda Instagram olamida detokslar juda moda bo'lmoqda. Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad Erkinjonovich. Xo'p, azizlar, birinchi o'rinda detoks qilishdan oldin bu detoks sizga nima uchun kerak degan savolni o'zingizga bering. Yoki bo'lmasam har bir qurilmada hozirda ChatGPT moda bo'lgan. Ushbu ChatGPTingizga ushbu savolni berib ko'ring. Sababi kim? Detoks qilishdan oldin organizm tozalashga tayyormi, tayyor emasmi? Kunlik ratsioningiz qanaqa? Ya'ni ovqatlanish, uyqu yoki bo'lmasam stress holat yoki ishlash grafikingiz yoki ishlash rejimingiz tunda yoki kunda. Inson noto'g'ri ovqatlansa yoki ko'p kaloriyali ovqat yesa, undan tashqari o'ta yog'li, o'ta qovurilgan, har xil xamirli ovqatlarni doimiy iste'mol qilsa, hech qanaqa detoks yordam bermaydi. Undan tashqari har bir inson 8 soatlik sog'lom uyquga amal qilishi shart. Bugungi aytadigan detoksimiz quyidagi holatlarda yaxshi yordam beradi. Birinchisi, buyrak tosh kasalliklarida saqlaydi, siydik chiqarishni ravonlashtiradi, ozishda va organizmda har xil xolesterinni kamaytirishda yordam beradi. Unday bo'lsa, qog'oz bilan ruchka olgan holda sog'lom detoksni yozib oling. Sababi kim? Ushbu detoks organizmda qancha ko'p yomon xolesterinni tushirishning oqibatida organizmni yosharishga ham yordam beradi. Ushbu detoksni quyidagicha tayyorlaysiz. Bitta butun bodringni olasiz, bitta butun olma olasiz, ina shuncha imbir olasiz va yarimta limon olasiz. Bularni hammasini yuvib, blenderga solib maydalaysiz va tayyor bo'lgan kokteylimizni dakadan suzib olib, unga 200 gram oddiy xona haroratidagi suv solasiz. Har kun ovqatlanishdan 40 minut oldin bir stekondan 3 mahal ovqatdan 10 minut oldin ichiladi. Ushbu detoks oshqozonchaga yarasi borlar yoki bo'lmasam sahr kasali borlarga mumkin emas. Ushbu detoksni 21 kun davomida sinang. Faqat bu detoksga qo'shimcha to'g'ri ovqatlaning, ratsioningizni doimiy nazorat qiling, jismoniy faol bo'ling, ya'ni bir kunda 20 ming qadam tashlang. Bu haqida mana sportchilar qarsak olib video olganmiz. Va albatta uyqu rejimini norma qiling. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad Erkinjonovich bo'ldi.